barchamizga foydasi tegadigan va hammamiz bunga harakat qilishimiz kerak bo'lgan bir yaxshi narsani o'ylab qoldim. Fikr kelib qoldi. Ya'ni nima? Xabaringlar bor, aktivist Hojakbar aka internetda tilimiz bo'yicha muammolarni ko'tarib chiqdilar oxirgi kunlarda. Meni mavzum ham shu masalada. Ya'ni har bir kishi o'zini mutaxassisligi doirasida o'zida ishlatadigan termin atamalarni ruscha bo'lishi mumkin yoki inglizcha bo'lishi mumkin. Umuman boshqa tildagi atamalarni o'zbek tiliga imkon qadar o'girib ishlatishga harakat qilsin degan chaqiruvni aytmoqchiman sizlarga. Men o'zim bu narsaga harakat qilib, qo'shilganimga, shu narsaga harakat qilayotganimga taxminan 1 yildan oshdi. Bunga qo'shilishim ham oson bo'lgani yo'q. Boshida men o'zim ham buni imkonsiz narsa, atamalarni nima desam ekan, alternativi, ya'ni muqobilini topish qiyin bo'ladi, topish mumkin emas deb bilardim. Lekin amerikalik bir birodar akamiz menga shu maslahatlarni berdilar. Baribir shunga harakat qilishimiz kerak. Amallab topsa bo'ladi bu narsani. Juda bo'lmaganda o'ylab topish mumkin bo'lgan narsa, mutaxassislar o'zini o'ylab topib, shuni kiritish kerak shu sohaga deb aytganlardan keyin o'zim chin dildan harakat qilib bunga qo'shilishni boshladim. Va hozirgacha harakat qilaman. Hali ham to'liqligicha ishimdagi, o'zimning sohamdagi hamma atabalarni o'zlashtirib, o'zbekchalashtirmaganman. Qanchadir qismini o'zlashtirganman. Harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Shu sababdan aytmoqchimanki, hammamiz masalan sartarosh bo'lsa, sartarosh o'zining sohasidagi stilishga desa, shuni o'zbekchasi turmak bo'ladimi? Turmak desam, shunga imkon qadar qo'limizdan kelgancha harakat qilsak, menimcha ancha o'zbek tilimizni yuksaklarga ko'targan bo'lamiz deb o'ylayman. Haqiqiy o'zligimizni topgan bo'lamiz deb o'ylayman. Ancha so'zlarimiz ruslashib ketgan, rus tilidan kirib kelgan bizga. To'g'ri tushunaman. Mutaxassislar bilishadi u narsani, atamalarni ko'p ruscha. Lekin u narsani o'zimizdagi, o'zbek tilidagi muqobillari ham topsa bo'ladi. Juda topilmagan vaziyatda qanaqadir shunga yaqin keladigan so'zlarni ishlatsak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Shu topda aytaman. Meni kuzatuvchilar ham imkoni boricha men agarda ruscha gapirib qo'yadigan bo'lsam, ruscha atama gapirsam, o'shalarni o'zbekchasini kommentariyada yozib, imkoni boricha shu narsada menga yordam beringlar deb so'rab qolaman va hammadan shu narsaga amal qilishinglarni, harakat qilishinglarni so'rab qolaman. Bu hammamiz uchun, barcha o'zbek birodar opa-singillarimiz uchun kerakli, o'zligimizni topishimiz uchun kerakli, muhim bo'lgan narsa. Salomat bo'lasizlar. Yurakdan chiqqan gaplar yuragiga yetib boradi.